Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, rasmiy xabarlar olami kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarning e'tiboringizga hozirgi kecha va kunduzda ro'y berayotgan eng so'nggi shou-biznes yangiliklari, ya'ni operatsiyadan keyingi og'ir ahvolga tushib qolgan Kokosh haqidagi so'nggi ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimiz. Sizlar bizni kuzatishda davom eting. Eng so'nggi yangiliklarni bizning kanalimizda muntazam kuzatib boring. Ko'plab muxlislar tomonidan kelayotgan savollarga ko'ra, Abbos Xo'ja nima sababdan hozirgi kecha va kunduzda Kokoshning yonida emas ekanligi muxlislarning e'tiborini tortgan va Abbos ularga qarata javob yozgan. Kokosh, siz orqangizda piar ishlab axlatni oshirish ilinjida yurganlar ko'p, sabr qiling. Men sizga yomonligim yo'q, nima bo'lsa ham sog'ayib chiqasiz inshaalloh. Shoshqaloqlik qilmang iltimos, hech kimga ziyon yetmasin. Imkon qadar avvalo sog'lik. Sog'ligingizni birinchi o'ringa qo'ying, qolgani topiladi. Meni to'g'ri tushunasiz, ahvolingiz bunchaligini bilmagan edim. Borishim bilan oldingizga boraman. Bunga javoban Kokosh, xo'p, menga faqat sog'ligim kerak bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas, yaxshi yetib keling, deya ular Instagram orqali bir-birlari bilan suhbatlashgan. Ammo ko'plab muxlislarning e'tirozlariga sabab bo'layotgan Abbos Xo'ja bu savol-javoblarga qarata o'z istoriyasiga Kokosh bilan bo'lgan suhbatini muxlislar e'tiboriga havola etgan va hozirgi kecha va kunduzda u Toshkentda emas ekanligini ta'kidlab o'tgan. Biz Kokoshga sog' salomatlik tilaymiz. Halimaning kuni uning boshiga tushmasligi uchun barcha o'zbek xalqi u bilan birgalikda uning haqqiga duo qilib yotganini barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali bilib olishingiz mumkin.